Agar siz ERP joriy qilayotgan bo'lsangiz va hammasi reja bo'yicha ketyapti deb o'ylayotgan bo'lsangiz, xato qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Loyihangiz allaqachon noto'g'ri yo'nalishda ketayotgan bo'lishi mumkin. ERP tizimi joriy qilish bu murakkab, qiyin loyiha, ammo bir nechta belgi orqali sizning loyihangiz to'g'ri yo'nalishdami yoki noto'g'ri yo'nalishda ketayotganini bilishingiz mumkin. Birinchi belgi bu jamoadagi hech kim maqsadni bilmasligi. Nimaga bu sistema tizim qurilayotganini aniq bilishmaydi. Ikkinchi belgi katta ERP joriy qilish loyihasini boshqarishni IT komandaga ishonib qo'yish. Biznes jarayonlarini yaxshi tushunadigan top menejerga emas, IT komandaga boshqarish berilgan. Uchinchi belgi integratorga qo'yilayotgan vazifalar doimo o'zgaryapti va bu o'zgarishlar hech qanaqa hujjatlarda belgilanmayapti. To'rtinchi belgi muddatlar doimo o'zgaryapti, byudjet o'zgaryapti, lekin biz hammasi nazoratda deb o'ylayapmiz. Beshinchi belgi foydalanuvchilar loyihaning erta etaplarida, boshdagi etaplarda tizim bilan tanishtirilmaydi ham, o'qitilmaydi ham, foydalanishni bilmaydi. Tayyor bo'lganda esa norozi. Unga qulay emas. Loyihalarning bunday borishi biznes uchun samarasiz. Korxonangizdagi loyihalarni doimiy nazorat qiling. Agar loyihalaringizda shu belgilardan bittasini uchratsangiz, vaqtida to'xtating yoki to'g'ri yo'nalishga soling. ERP tizimi biznesingizda xaos yaratish kerak emas, biznesingizga yordam berish kerak.